Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Hamma sog' omonmi? Bugun qoshimizni oddiy tem bilan bo'yashni o'rganamiz. Shakl chiqarishni ip bilan shakl chiqarib o'rgataman. O'tgan safargi videolarimda qosh malak, qosh bo'yoq, qosh bo'yoqlarimizni ipda qo'yib o'rgatganman. Yangi obunachilarimiz kirib ko'rsangiz o'rganib olasiz. Endi bugun ip bilan shakl chiqarib, tem bilan bo'yaymiz. Xuddi qosh bo'yoq qo'yganday bunga ham shakl chiqarib olamiz qoshimizga. Bittasiga birinchi qo'yamiz izini. Bu qoshimizga, ikkinchi qoshimizga. Izi chiqdi. Endi pastida. Qalin ingichkaligiga qarab o'zlaring to'g'rilab qo'yaverasizlar. Men sizlarga yo'nalish beryapman xolos. Chiqdi. Xo'sh, bizda mana bunaqa qosh bo'yoqni ko'rgan bo'lsa kerak, o'shani teni bor. O'sha ten bilan o'yaymiz. Bizga bunaqa shotka kerak. Bu Top Face'ni 8 raqamli shotkasi. Keyingi videoda qoshimizni fiksatorda bo'yash o'rganamiz. Hozir tenda bo'yaymiz. Xuddi mana shu chiziqdan birinchi o'rinda joyini belgilab olamiz. Chizig'imiz ketib qolmasligi uchun. Qismini chizib oldim tepasi. Siz qoshingizda o'zi fasoni bor ekan, terilgan ekan qoshingiz deganlar uchun bu terilmagan qoshlar uchun ham yaxshi bu. Terilmagan qoshlar uchun ham qulay uslub. Birinchi navbatda o'sha chizig'imiz ketib qolmasidan turib qoshimiz o'sha yo'nalishi bo'yicha shakl chiqarib olishimiz kerak. Keyin ichini bemalol to'ldiraveramiz. Endi ichini to'ldiramiz. Tumiga yaxshi ushlab beramiz. Buni ozgina ko'ramiz mana shu. Ikkinchi qoshimizni qo'yamiz. Mana qancha chiziq turibdi, ko'rishingiz mumkin. Sekin gapirayotganimning sababi yosh bolam bor, beshikda yonimda uxlaydi. Ba'zida qarashli odam bilan, ba'zida bo'lmagan hisobiga yonimda turib uyg'onib ketmasligi uchun sekin gapiraman. O'tgan safargi videomda ko'pchilik gapirib eshitasiz hozir. Uxladi. Endi tagidagi qoshlarimizni yopamiz. Bunga xohlang tem bilan oq rangli, xohlang tonalka, xohlang fiksator bilan yopishingiz mumkin. Men hozir sizlarga tonalka bilan yopishni o'rgataman. Tonalkani ahamiyati yo'q. Endi hozir mana kollagen tonalkasi. Yetadi shu. Bizga mana shunday kist kerak bo'ladi. Birinchi bu yoqdan boshlaymiz. Tagiga ishlov bersangiz, bo'ygan qoshingiz ochiladi. Yangi terilgan qoshlar bo'ladi-ku, chiroyli bo'lib tagi ochilib qoladi-ku, o'shanaqa bo'lib chiqadi. Tepasi.
Ikkalasini varmab ko'ryapsizmi? O'sha bu darrov ochildi. Ikkinchi qoshimizni qo'yamiz. Qarang. Tepasi. Tepasi. Ko'pchilik qoshni rostchukka qilganda bo'yaganda internetga qo'yadi-ku, o'shanda mana shunaqa qilib tagi ustiga fiksator bilan ishlab oladida, keyin qo'yadi. Chunki bu chiroyli qilib chiqarib beradi. Lekin tabiiy yurgan holatda bunaqa bo'lmaydi. Endi mana bez effekt. Yuzimda ham effekt yo'q, qoshimda ham effekt yo'q. Lekin effekt sifatini beryapmiz. Kecha Instagramda reels ko'rib qoldim. Endi bez effektlarsiz ishlangan videolar rekka chiqayotgan emish. Instagramni so'raganlar uchun silka qoldiraman. Bemalol o'tib, podpiska bo'lib qo'yishingiz mumkin. Mana. Qalin bo'lib ketmadimi? Yaxshimi? Endi moda deb yarashmasa ham fiksator bilan tarab oladiganlar ko'p. Endi ularni qoralamoqchi emasman. Endi moda deb orqasidan quvish shart emas, odam o'ziga yarashgan narsani qilishi kerak. Keyingi videoda fiksator bilan bo'yab ko'rsataman. Qani qaysi biriga yarashgan, o'zingiz baho berasiz. Oson uslubda men sizlarga qo'shib berish uslubini ko'rsatdim. Bemalol tem bilan bo'yab olishingiz mumkin. 10 ballik sistemada baho berib keting shunga. Va shunga. Chaqalog'im turgungacha videoni ham oldim amallab. Hammaga xayr, sog' omon bo'ling.